jarayondan kelib chiqsa kerak. Najaf Aliyevning xushtagi yangradi. Neftchi o'yinni boshladi. 21 Muhsinjon Ubaydullayev, 23-Yovan Jokic. Neftchining hujumi uzilamiz tarkibdan. Birinchi aniq zarba unchalik kuchli, xavfli chiqmadi-yu, lekin nuqta xavfli edi. Boshlanib ketdi. Qiziq natijalar bor. Ham aytaman, hozir esa Marushichning markazga uzatmasi yo'q, bu yerda ham qoida buzilmadi. To'p Neftchida qolmoqda. Uzoqdan zarba! Super gol! Ibrohim Halil Yo'ldoshev pushkasi! 1-0. Tik turgan joydan tepdimi? To'pga yaqinlashib o'tirmay tepdimi yoki bizga shunday tuyuldimi kadrda? Hozir hammasini aniqlab olamiz. Qanday tepgan bo'lsa ham zarbaning o'zi fantastik chiqdi. Darvozabonni hech ham ayblamay, bu ideal zarba edi. Oddiy qabul qildi bu golni. Har kuni urib yurgandek, lekin so'nggi paytlarda Ibrohim Halil zo'r formaga tushib olyapti. Tomosha qilamiz. Mana qarang. O'yin qanotdan boshlandi. Marushich markazga pas berdi. Bu yerda kurash. Lokomotiv to'pni qaytardi hamki, uzatmada xatoga yo'l qo'ydi. Va masofani qarang. Aytayapman, unaqa yugurib turib ham tepmadi-da. Bunaqa masofada sal shu butun tana energiyasini to'pga bag'ishlash kerak-da. U bitta oyoq energiyasi bilan hal qilib qo'yapti mana. Op! Va yuqori burchak. Yana bitta ko'raylik, ha? Har xil rakurslarni bizga namoyish etishadi. Albatta, endi hozir agar o'yin davom etsa, Ubaydullayev bo'lishi mumkin. Lokomotivning hujumi. Zarba ko'ramizmi? Ko'ramiz. Lekin noaniq zarba ko'ramiz. Ko'rib bo'ldik. Nishich. Juftlik himoyadagi endi hujumda. Nurulloyevning uzatmasi. Zo'r sakragan edi Yo'ldoshev. Kurashda yutib chiqqan edi Yo'ldoshev. Hammasini to'g'ri qildi Yo'ldoshev. Qayta Kucherenko ko'rsatilyapti, lekin to'p hech Kucherenkoga borib tushmayapti. Mana imkoniyat, mana rikoshet, mana save. Zarbani ko'rdingizmi? Tovoncha bilan amalga oshirilgan edi. Super save. Mana. Pas, uzatma, zarba, save. Bemalol bu vaziyatni ham highlightlar qatoriga qo'shsa bo'ladi. Qarang. Birinchidan zarbaga qoyil, ikkinchidan reaksiya, save-ga qoyil. Kucherenko. Qoldimi to'p? Qoldi to'p. Penalti ishlayapti Kucherenko. Markaziy himoyachi hujumga bordi. Nada boshqa bir rakursda ko'rsak to'pga o'ynamadimi? Menga ham shunday tuyulishni boshlayapti. Yo'q. Rakursa aldaydi-da baribir. Ubaydullayev oyoqni ilintiribdi, qarang. Bu yerda Kucherenko to'pga o'ynagan. Murakkab vaziyat. Bu rakursda bekorga boya ham Temurxo'ja Abduxoliqov Lokomotivda hisobni tenglashtirish uchun imkoniyat aniqlashtirib oldik. Temurxo'ja Abduxoliqovning zarbasi 1-1 hisob tenglashmoqda. O'yinda intriga shundoq ham bor edi, yanada kuchayyapti. Abduxoliqov aytayapti, bo'ldi, konsentratsiyani yo'qotmaylik, boyagidek xatolar qilmaylik. Biz yaxshi vaziyatlar yuzaga keltiryapmiz deb. Pauzali zarba, lekin qoida buzmagan holda Temurxo'ja tajribada ishlayapti. Va Ergashevni aldayapti. Kucherenkani bekorga ko'rsatishmadi bizga. Shu golning yarim xizmati uniki. Birinchidan himoyadan hujumga borib qo'shildi. Ya'ni nimanidir his etdi, bordi, kurashdi, to'p. Yana Lokomotiv to'pni egallab olyapti. Ivanov uzoq masofadan harakat qilib ko'rdi, gol urishga o'xshamadi. O'qidi, lekin yana oldirib qo'yishyapti mezbonlar to'pni. Uzoq masofaga aniq pas. Abrorbek yetib boradimi? Yetib bordi. Darvoza bo'sh. Voy, Ismoilov.
Hamma ishni to'g'ri qildi, qochdi, pozitsiyani to'g'ri tanladi, to'pni qabul qildi, darvozabonni aldadi, hammasini tezlikda amalga oshirdi, lekin oxiriga borib o'sha to'pga moslasha olmay qoldi, muvozanatni yo'qotib, qiyin edi u yerda moslashishiga. Mana qarang, aldadi ham, qochdi ham. Ismoilov to'p bilan qarama-qarshi qanotga ajoyib pas. Alisher Odilov texnika ko'rsatdi, to'p uzoqlashib ketdi. Lokomotiv himoyachilari joylariga qaytib olishdi. Ajoyib pas, imkoniyat. Ofsayd bormi? Pas, Yo'ldoshev pas. Yana bitta ajoyib uzatma Kucherenkodan. Aqlli pas. Darvozabon to'pni qaytardi. Nurulloyev yiqildim. O'rnidan turish holatida emas, mana qarang. Hozir o'zingiz baho bering, tepa degan nuqta. Voy, mana bu pasni. Va vaziyatni ko'ramiz. Alisher Odilov to'p bilan bitta himoyachiga qarshi fintlar ishlatib zarba beryapti. Reimovmidi? Muhammad Ali Reimov sirpanib ketdi, fursatni boy berdi. Endi esa Neftchi hujumda. Neftchi vaziyatga ega, Neftchi zarba beryapti, Kozlov to'pni qaytaryapti. Tezkor hujum, energiya so'rashyapti Peritsa hamda Jamshid. Uzatma. Va gol! Ikkinchi qavatda kurashni yutib chiqyapti va Stipe Peritsa, zaxiradan tushgan futbolchi Jamshid Iskandarovning mukammal uzatmasidan so'ng to'pni darvozaga yo'llayapti. Mana o'zgarishlar natija berdi. Neftchi rotatsiyani chetga surib qo'ydi. Uzatmani qarang. Zarbani qarang. Golni nishonlayapti borib Iskandarov ham. Ajoyib. Peritsa ham albatta yutib chiqdi ichkaridagi kurashni. Yumshoq tashlab berdi to'pni. Va Islom Ismoilov o'z golini nishonlayapti deyishimiz ham mumkin. Ratinho amalga oshirdi va yana bitta imkoniyat. Urolmadi hozir. Qanday urolmadi? Faol kirishdi jarayonga Shuhrat Muhammadiyev. Ikkinchi qavat. Ubaydullayev to'pni qaytardi. Lokomotiv yana egallab oldi. Reimov zarba yo'llayapti. Aniq, anchagina. Lekin Abrayev ikkinchi taym bag'ishlashi mumkin. Mana bu yerda o'yinni davom ettirish imkoniyati bor. Birga bir himoyachiga qarshi Abror Ismoilov. Narigi tarafda sheriga ochilyapti. Alisher Odilov yuzma-yuz Kozlovga qarshi Alisher Odilov hal qilyapti. 3-1. Neftchi. Tezkor qarshi hujum. Risk qildi Yelichich. Bu uchun ayblab bo'lmaydi. Bor fokusini hujumga qaratdi va Neftchi mana shu bo'shliqdan foydalanib ketyapti. 3-1. Endi deyarli masala hal deyish ham mumkindir. Nima qilsa yarashaveradi bu yog'iga. Mana o'sha qarshi hujum, mana o'sha birinchi pas ko'p narsani hal qildi. Mana bu pas ham zo'r bo'ldi. Xullas bu kombinatsiyada hamma o'z vazifasini zo'r bajardi, lekin Abror emas assist menimcha. Ratinho assist yozib qo'yapti. Abror o'sha Ratinhoga foul, unga qarshi foul ishlatilayotgan joyida berib yubordi to'pni. Ana o'sha pas ham juda muhim edi-da. Menimcha sal avval yana ko'ramiz bu vaziyatni, chunki tezkor qarshi hujumni boshlanish fazasi muhimda. U yog'iga bo'shliq yuzaga keldi. Zichlik paytida. Hali ham xavotirda baribir Islom Ismoilov, chunki mana bu vaziyat gol bilan tugaganda 3 daqiqa bo'lardi Lokomotivda bitta gol urish. So'nggi sekundlar.
va bo'ldi. O'yin tugadi. Neftchi 3-1 hisobida 4-turda Lokomotiv ustidan g'alabaga erishmoqda va chempionatda yetakchilikni davom ettiryapti. 12 ochko bilan